Sure Qasas tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayma. Tasin, Mim. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetleridir. İman etkan kavm için sana Musa ve Firavun kıssasını haklık asasda okup verimiz. Şübhisiz ki Firavun Mısır zamanında zomugerlikte haddidin aştı. Ahalisini böleklerge bölüp ulardan bir taife yani Beni İsrail'ni bozak kıldı. Ularning oğullarını öldürüp kızlarını hizmet kiseliş için terik kaldırdı. Firavun hakikaten buzg'unchilardan edi. Biz Mısır zamanında bozak kılınganlarga merhamet kılışını irade kılımız. Ularni yol başçılardan kılışını, ularni Firavun ve onun kavminin mülkiga varis kılışını irade kılımız. Ularni ziminde kuch quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Firavunga, vaziri Hamonga ve ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani ko'rsatamiz. Musa'ning onasiga ilhom bilan bildirdikki, Musa'ni emitgin. Uni ziyonkashlikka uchrashidan qo'rqsang, uni sanduq silib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlagin. Uni halak bulamikin deb qo'rqmagin. Uning piroqidan qayg'urmagin. Uni sana cho'qim qaytiramiz ve uni payg'ambarlardan qilamiz. Firavunning oilasidagilar Musa'ni Nil daryosidan suzib oldi. Aqbat Musa ularga dushman ve xafaliq bo'ldi. Shubhisizki Firavun Haman ve ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Firavunning ayoli: bu bala manga ve sana ko'z nuri, yani xo'shallik bo'lsin. Uni o'ldirmanglar. Belki u bizga foyda yetkazar yoki uni o'g'il qilib olamiz dedi. Halbuki ular Firavunning ve uning yordamchilarining halokatining Musa'ning qo'lida bo'ladiganligini hukmaydi. Musa'ning onasi Musa'ning Firavunning qo'liga tushib qolganligini anglab as-hushini yo'qotdi. Uning Allohning borlig'ini qaytirish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balani oshkorlab qo'yg'il tas qolgan edi. Onasi Musa'ning hamshirisiga xabarni o'qish uchun Musaga ergashgan dedi. Hamshirisi Musa'ni yiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. Öz onasi kelishdan ilgari Musa'ni sut emgizguchi ayollarning emitishidan to'sdiq. Musa'ni hamshirisi: sizlarga Musa'ni obdan boqadigan bir ayolni ko'z tutib qo'yaymi? Ular Musa'ni ixlos bilan boqadi dedi. Onasining xo'shal bo'lishi, qayg'urmasligi ve Allah'ның va'dasining haq ekanligini bilishi uchun biz Musa'ni unaga qaytirdik. Lekin insonlarning to'lisi Allah'ның va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni ve ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundaq mukofot beramiz. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'gili bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni tushlik uyqudagi chaqda shaharga kirdi. U shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa
uni musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: "Bu shaytonning ishidir. Shubhisizki shayton ozdirg'uchi oshkora dushmandir." Musa aytdi: "Rabbim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgan." Allah uningga mag'firat qildi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Musa aytdi: "Rabbim, menga mag'firat qilganlik ne'mating sabab bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman." Musa aytisi etganda qo'rqinish ichida atrofiga qarab shahar aralab yuratdi. To'satdan tunigun uningdan yordam tilagan odam bir qibti bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga: "Sen haqiqatan oshkora gumroh ekansan", dedi. Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam, ya'ni qibtiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda yordam tilagan odam: "Ey Musa, sen tunigun bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen ziminda isloh qilg'uvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'migar bo'lishni xohlaysan", dedi. Bir odam shaharning yiroq yeridan oldirab kelib: "Ey Musa, shubhisizki kattalar seni o'ltirish uchun maslahat qilishyotidi. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman", dedi. Musa qo'rqinish ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. U: "Ey Rabbim, meni zolim qavmdan qutqizgin", dedi. U Madiyan tarafga yuzlangan chaqda: "Rabbim, meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin", dedi. "Rabbim, meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin", dedi. Musa Madiyandagi bir buloqning yeniga kelganda mollarini sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarini suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga: "Sizlarga nima bo'ldi? Nima qo'ylaringlarni suvdan to'sib turib, nima qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar-ku?" dedi. Ular: "Padişalar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin ondan biz sug'uramiz. Atimiz bo'lsa yashinib qolgan bo'vaydir", dedi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib: "Rabbim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan unga muhtoj", dedi. Ularning, ya'ni u ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan menib kelib: "Qo'ylarimizni sug'urib berganligingning haqqini berish uchun atam seni rasl chaqirdi", dedi. Musa uning, ya'ni Shuaybning qishiga kelib ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb: "Qo'rqmagin, zolim qavmdan qutulding", dedi. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ata, uni sen ishlatgan. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlikdir." U, ya'ni Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib etsang, u mu ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Inshaalloh mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqizsam to'shqizay. Men ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Allah bizning so'zimizga guvohdir." Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni
kelishgan muddatning to'liqroq bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolini ilib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur teg'i tarafida o't ko'rdi. U ayoliga: "Shubhisizki, men Yiroqdan o't ko'rdim. O yerdan men sizlarga bir xabar ilib kelay. Ya sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g'i ilib kelay" dedi. Musa alayhisalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. Musa o'tning yeniga kelganda vodining o'ng tarafining girvigiga to'g'ri keldigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundaq nida anglandi: "Ey Musa, sana söz qilayotgan men haqiqatan olamlarning Rabbi Allohdir men. Sen hasangni tashlagin." Musa hasisining go'ya ejdahodek tiz harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nida qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan emas, qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardan sen. Qo'lingni qo'yningga sog'in. U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinishni dab'i qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin, ya'ni qo'yningga silib olgin." Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Rabbing tarafidan kelgan pokitdir. Ular haqiqatan bizning itoatlarimizdan chiqquchi fosiq qavm edi. Musa aytdi: "Rabbim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ldirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ldirishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meningkidan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgan. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Allah aytdi: "Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar ve ikkinglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar." Musa ularga bizning ro'shan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqilgan sehrdir. Bizning ota-bobolarimizning zamonida mundaq narsalarning borligini anglamagan edik dedi. Musa aytdi: "Rabbim o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zalimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uvchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozona olmaydi." Fir'avn aytdi: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishqish pishirib egiz bir bino sog'in. Men Musa'nın ilahini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir Rob ba degan davosida yolg'onchilardan deb gumon qilaman." Fir'avn va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib, iymon etishga bo'yin tovliq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob ilinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Biz Fir'avnni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib etdik. Ulardan bir odamni saqog'ini yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarag'in. Ularni biz devzaqqa undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda
gumrohlar ergishadigan kufrining boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafi qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni ergashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Shubhisizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgariki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'rsatadigan, haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular va'zni nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz g'arbi tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding? Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madian aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib to'g'richi bo'g'ining yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning va'z nasihat elish uchun Rabbing tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Rabbimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsa eding, sening oyatlaringga ergishatdik va mu'minlardan bo'latdik demasliklar uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdik. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular onunğa, ya'ni Muhammad aleyhisselamga nemishqi Musoga berilgandek mo'jiz berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qiluvchimiz dedi. Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga ergishay. Agar ular sana javob bermasa, bilginki ular faqat o'zlarining nafs xohishlariga ergishadi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga ergashgan kishidinmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Va'z nasihat olsin deb shubhisizki ularga Qur'onni üzüldürmey tushirdik. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan va'z sabr taqati uchun ularga qo'sh savob berildi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni deb qildi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qildi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga amonlik bo'lsin,
biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Şübhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turlik meyvelarning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safolik turmush kechiradi. Bu ularning turalg'i joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam tug'an emas. Ularning mol mulki va yurtiga biz varislik qildik. Rabbing shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmagicha shaharlarni halok qilg'ichi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmagicha shaharlarni halok qilg'ichi bo'lmadik. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allah'ның dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Rabbimiz biz sening yo'lingdan azdurganlarni, ya'ni agash kuchlarimizni o'zimiz azgandek azdırdık. Rabbimiz ulardan yiroqlashib sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. Ularga shirik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan hamon ular shirik keltirgan ma'budlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qildi. O kunda Allah ularga nido qilib aytdi. Payg'ambarlarga nim bilan javob berdinglar? O kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ldi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishkichilardan bo'lishi umidlikdir. Allah mahluqotidan xoliqini yaratdi. Xoligan odamni payg'ambarlik tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Allah pokdir. Ularning shirk keltirganlaridan ustundir. Rabbing ularning dillarida yo'shirin tutganlarini va og'izlarida deganlarini bilib turdi. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dünya ve ahirette cimi hamd sana Allah'a mensuptur. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Sizler Allah'ın dergahına qaytırlısılar. Eytip beqinlaçı, eğer Allah keçini sizler üçün kıyamet günü geçi soğuzadigan bolsa, Allah'tan bilek qaysı ilah sizlerge yoruqluq elip kelerleydi. Sizler anlamamsizlar degin. Eytip beqinlaçı, eğer Allah kündüzni sizler üçün kıyamet günü geçi soğuzadigan bolsa, Allah'tan bilek qaysı ilah sizlerge aram elişinler üçün keçini elip kelerleydi. Sizler köymemsizlar
degan. Sizlarni kechida aram olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. U kunda Allah ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz her ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Pakitinglarni keltiringlar deymiz. Ondan ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini biladi. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Qarun haqiqatan Musoning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan ediki, ularning ochqishlarini ko'tarish kuchli bir jamoagimi haqiqatan ig'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Alloh haqiqatan ko'ranglab ketkichilarni do'st tutmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilgin. Dunyodagi nasibangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen mu Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi." Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texmi kuchli to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah bunu bilganligi uchun hojatsizdir. Qarun öz qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatli holda chiqdi. Dünya tirikchiligini ko'zlaydiganlar koshki bizga Qarunga berilgandek boylik berilsa-chi, u haqiqatan dunyolikdan cho'ng nasibiga ega ekan dedi. İlimli kishilar voy sizlarga iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. O savob faqat sabr qilguvchilarga berildi dedi. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Uningdan Allohning azobini deb qiladigan bir jamoa bo'lmadi. Qarun o'zini qo'g'diy olmadi. Tünügün tehi Qarunning darajasini arzu qilganlar deyishdi. Pah, ko'rdingmi? Allah bendilerden xalagan adamning rizqini keng qiladigan, xalagan adamning rizqini tor qiladigan. Allah bizga marhamat qilmagan, ya'ni arzu qilganimizni bergan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutatdi. Voy ko'rdingmi? Kafirlar nijot topmaydi. Ayni shu ahiret yurtini yer yüzüden çoğunçılık qilishni ve buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Kimki yaxshi ish qilgan ekan, u qilgan ishlaridanmi yaxshi mukofotga, ya'ni qilgan yaxshiligidan nechasi ortiq savobga erishadi. Kimki yomon ish qiladi ekan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo berildi. Sana Qur'onni, ya'ni uni tabliğ qilishni va uning ahkomiga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytirdi. Aytqinki, kimning hidoyat ilib kelganligini, kimning op-ochiq gumrohlikda ekanligini Rabbim hammadan obdan biladi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nazil qilinishini umid qilmagan eding.
Faqat Rabbing rahmat qilib sana onu nazil qildi. Kafirlarga yordamchi bo'lmagan. Sana Allah'ның ayetleri nazil kılınğandan keyin o ayetlerge amel qilishdan kafirlar seni tosmusun. Her Rabbinge yani onu bir deb bilishga ve onunğa ibadet qilishga da'vat qilgan. Hergizmu müşriklardan bo'lmagan. Yani ularning nefs xohishlariga moslashmagan. Allah'a qo'shib boshqa bir ilohga ibadet qilma. Allah'tan başka hiç ilah berhak yoktur. Allah'ın zatıdan başka barlık nerse yok oludu. Mehlukatta icra boluduğun hüküm fakat Allah xastır. Sizler Allah'ın dergahına kaytırlısılar.